Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet dam olish kunlari kutiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Shanba, yakshanba, ya'ni 24-25 may kunlari O'zbekistonda tayyor turing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Layk bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, dam olish kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha harorat biroz ko'tarilishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 24 va 25 may kunlari kunduzi harorat 30-31-34 darajada isiydi. 24 mayda respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Pokxtatimiz Toshkentda shanba, yakshanba kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan 31-34 darajada iliq bo'ladi. 23 maydan 27 may kunlari kutiladigan yomg'irlar yog'ishi sababli 8 ta viloyatning tog'li hududlarida sel xavfi e'lon qilingan, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun layk bosishni unutmang.